adashdim yo to'g'ri qildim bag'ringga yaproqday to'kildim. Endilikda yana ham ko'p loyihalar, yana ham ko'p ijodiy ishlar ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Al-Xorazmiyda 10-11 sinflarga shunday berardik. O'zi oladi, o'zi montaj qiladi, o'zi chiqaradi. Bolalarning mahsuloti. Bu yerda ham shuni joriy qilishimiz kerak. Birinchi kursda o'qigan vaqtimda yozgan qo'ng'iroq degan she'rimni o'qib bermoqchiman. Men Turonning qadim qo'ng'irog'ining jarang bersam qir dalasi uyg'onar. Arosatda biror tindim chog'i men sahar ko'nglim shalolasi uyg'onar. Bolam kimsan? Kim boboyning qotili? Bilarmisan Turkning 90 zotini? Tomirimdan chiqqudayin otilib nayman onaning nolasi uyg'onar. Qo'ymam to'ngan ko'l g'amlarga cho'mganim, yer parchin ham ko'taradi o'mganin. Tobutda har manguga ko'z yumgani, beshikdagi har bolasi uyg'onar. Kunduz yurib yozdim, tun turib yozdim. Yozganda ko'ksimga tig' urib yozdim. Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach, qalamni qonimga botirib yozdim. Qon aslan yorug'lik, yorug'lan tiz cho'k. Asli mard vatanga tiz cho'kib o'tar. Qancha qoning bo'lsa, vatan uchun to'k. Qancha shoning bo'lsa, vatanni ko'tar. Agar hayot qayta berilsa, nazarimda men ko'p ishlarga ulgurmagandayman-da, o'sha ishlarimni qilgan bo'lardim. Lekin biz baribir qancha yashamaylik, bu hayot shunday hayotki, yangi nimalarni yuragingga solaveradi. O'shanaqa ko'p ishlarga ulgurmaganday bo'ladi-da odam. Ana shu ishlarni qilgan bo'lardim. Hayot baribir go'zal dedik-ku. Hayot baribir yashashga arziydigan nimada. Uni yashashga, sevib yashashga, qadriga yetib yashashga arziydigan nima deb o'ylayman. Shunday yashash kerakki, hamisha o'zingni pokliging, o'zingni halolliging bilan ichingdan o'shani his qilib, g'ururlanib yur. Unutmang, yelkam xalqim yelkasiga tegib turmog'i uchun, boshim xalqim ko'lkasiga egib turmog'im uchun, unga qarshi nima kelsa,
yengib turmog'im uchun mendan qay ish lozim bo'lsa barchasiga tayyorman. Dardiga malham bo'layin, xotiring kuchlantirayin, har farzandini ichga tortayin, ichlantirayin, har farzandini yurtga bog'layin, burshantirayin. Mendan qay ish lozim bo'lsa barchasiga tayyorman. Siz quyoshsiz balandlangu botar yerni unutmang, ildizdansiz tag'in ildiz otar yerni unutmang. Turkistonday qaytib kelib yotar yerni unutmang. Mendan qay ish lozim bo'lsa barchasiga tayyorman.